Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Muhtaram kanalimiz kuzatuvchilari, sahiy yurtdoshlar, muxlis xalqimiz. Alloh taolo bu boshlagan yangi yilimizni xayrga, barakatga, ibodatga, iymonga, islomga boy oylardan, yillardan qilsin. Rajabni barakatli, Shabonni barakatli qilsin. Ramazonga yetishligimizni Alloh hammamizga nasib aylasin. Alhamdulillah, boshlagan masjid qurilishimizni ko'pi ketib ozi qoldi. Barcha hissa qo'shayotganlarga tashakkur deymiz. Baraka topinglar, umringlarga, rizqinglarga Allohim baraka bersin. Bu esa kichkina ish emas aslar. Juda katta ish bo'ldi. Barcha kuzatib turgan, hissa qo'shib turgan, xizmat qilib turgan, duo qilib turganlarimizga Alloh rozi bo'lsin. Va yana azizlar, biz birlashib mana shu ishimizni jadallik bilan hissa qo'shib, mablag'dan yordam berib o'zimizni mana shu kontakt qo'shlik bilan aksiyaga qatnashlik bilan inshaalloh karim yordam qilib birlashib qo'llab tursak, inshaalloh karim mana shu Ramazon oylarida ham inshaalloh hayitlarda inshaalloh mana shu jamoat bo'lib o'qishlikni niyat qilib turibmiz. Alloh o'zi yetkazsin, o'zi oson qilsin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.